Mana bunaqangi enzimli pudrani ko'rmaganman. Vau, bu qiz aytishi bo'yicha Anua brendining enzimli pudrasi chorni tochkangizni tag tugi bilan yo'q qilib, o'lik teri qavatini olib yuzingizni oqartirib berar ekan va mana shunaqangi effekt bildirar ekan. Vau, qizlar, sinab ko'ramizmi? Qani ketdik unda sinab ko'ramiz. Bu enzimli pudra Koreyada ishlab chiqarilgan Koreyaning mahsuloti ekan. Enzimli pudradan yetarlicha olib, suv bilan yaxshilab ko'pirtirar ekansizlar va mana shunaqangi shilimshi holatga kelar ekan enzimli pudra. Mana bu burnimdagi chorni tochkalar. Hozir ko'ramiz qanaqa darajada ketkizib berishini. Har xil enzimli pudralarni ishlatib ko'rganman, lekin bunaqasini birinchi marta ishlatib ko'rishim. Qaranglar, qanaqa teksturaga ega ekan. Bu enzimli pudra yuzingizdagi dog'larni ham ochartirib berar ekan va qo'ltiq osti qoragan joylaringizni ham oqartirar ekan. Qo'ltiq ostingizga muntazam ravishda ishlatsangiz, noxush hidini ham olib berar ekan. Chorni tochkalaringiz bor joyda yaxshilab ishqalaysiz va yuzingizni 2 minut ushlab yuvib tashlaysiz. Vau, qizlar, yuzimni qaranglar qanaqa bo'lib qolganini. Haqiqatan bu enzimli pudra chorni tochkalarni zo'r yo'qotib berar ekan va yuzinglarni oqartirib berishga ham yordam berar ekan. Bu enzimli pudradan manda sotuvda bor. Kimga kerak bo'lsa, Telegramdan yozasizlar, zakazlarni Telegramdan qabul qilamiz va boshqa kosmetikalarni ham optim narxdan mandan topsanglar bo'ladi qizlar. Bu videoni chorni tochkasi ko'p o'rtog'inglarga jo'natib qo'yinglar.